Assalomu alaykum, muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahrida Umidjon, Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchangi biznes bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. Hovlidan video qilyapman. Juma ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Juma tonglaring muborak bo'lsin. Bu nima narsa desang, bu limon. Mana qaranglar. Qanday shiralar tushgan, chunki oshxonada turibdi. Buni gullari to'kilib ketdi. Buni sababi nima ekan? Buni ikkita bo'lmasa, shuni internetda ko'rdim. Ikkita bo'lmasa bu hosil tugmasa ekan, bu kelgan paytda 3 ta hosili bor edi, olib kelgandim. Esdalik qilib uyga olib keldim. Video bu uchun emas. Bu video mana bu narsa. Bu mana bu ikkita piyozni ko'ryapsizlar. Kichkina piyoz, mayda piyoz, barmoqlarni bilsa bo'ladi, katta piyoz. Buni tagiga bir 2022-yilda okopovka qilingan biogomsimiz bor edi. Shundan yangam olib kel deb yangam rosa aytdilar. Olib keldik. Sapojning 5 sapog deganda uyimizga hovliga biogomimiz berilmagan. Ya'ni o'zimiz uchun qiziqish bo'lmaydi-ku, bilasizlar. Buni nima uchun ko'rsatyapman mana? Taxminan bugun 2,5 sutka bo'ldi. Tomirni ko'ryapsizlar. Bunga suv ham quyilmagan. Bu mana shu oshxonani o'sha nomasi bilan, suv bilan, nami bilan, oshxona nami bo'ladi, bilasizlar. O'sha nami bilan tomir o'tganman. 2,5 kunda. Endi men piyoz o'zi yerga suqib qo'ysa necha kunda tomir o'tishini bilmadim. 2,5 kunlik narsa bu, natija bu. Mana bu ham qanaqadir gul mana yonboshdagi. Biogomizda mana Biogomimiz shunaqa narsaki, ekinlarga hamma narsaga zo'r, foydasi zo'r, yaxshi foyda beradi. Juda effekti zo'r. Hozir buni bitta ish qilamiz, hozir hayotga yo'q edi. Mana bu arpa badyom shunga o'xshash narsa, bilmayman, aniq bilmayman. Mana sepib ko'ramiz hozir. Sepib to'y katta, endi tajriba sifatida endi bir anavi yo'q. Hozir pauza qilib turamiz. Xo'p. Buni o'tish suv, kran suvi. Bugun sizlar Xudo xohlasa 14-mart ertalab tongi 5:30. Suv quydik. Ochilib qo'ydilar, ochib qo'yganlar ustini yopyapmiz. Qani, mana shu narsa o'sadimi? 2025-yil 14-mart ertalabki soat 5:30. 5:40 atrof 6 bo'lgan aholi ertalab o'sadi. Bu o'smaydi emas, chunki oddiy yerda ham o'sadi. Endi prosta tak biogomnisda qanday bo'ladi? Bu tuvakda, xonani ichida. Bu arpa baydan bo'lsa kerak menimcha. Damlab ichishadi uydagilar. Nimagadir shifo. Shunaqa qo'llab-quvvatlaymizlar. Mana Surxondaryo viloyati Termiz shahrida Umidjon. Sog' bo'lamiz.